kunda qaynoq mavzu ugriladan qolgan post akne, har xil operatsiyalardan keyingi shramlar hammasini ketkazishi oson usulini o'rganamiz. Siz esa menga like bosib, obuna bo'ling. Buning uchun bizga kerak bo'ladi metiluratil mask hamda komfortniy masla. Birinchi bo'lib, komfortniy maslani kerakli joyimizga, ya'ni misol uchun shramimiz mamsa bo'ladigan bo'lsa, shu shramni ustiga yaxshilab suriladi. Ishqalangan zonaga 2-3 minutdan keyin ustidan metiluratilni surib yuboramiz va shu zonani 2-3 minut davomida massaj qilib turiladi. Shu joyda bir narsani qabul qiling. Shramlar hamda ugridan qolgan cho'tirlarni hech qachon uy sharoitida to'liq ketkazishning iloji yo'q. Bu muolaja orqali qizarishlarni ketkazishingiz mumkin, izlarini ketkazishingiz mumkin, lekin cho'tirligini esa aslo uyda ketkazib bo'lmaydi. Bularni faqat kosmetologik va dermatologik lazerli shlifovalar orqali va kuchli pilinglar orqali ketkazishingiz mumkin bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa, albatta saqlanib qo'ying.